Chiroylilarim, bugun Nasrinam yaxshi uchun bugun bitta zo'r tort qiladigan qizga qildimda. Menga shunaqa tort qilib, og'izga erisindim. 1,5 metrli tort. Ona Sher do'koniga soat 4:00 ga bugun dushanba 2-fevral kuni bo'ladi. Hammalaringni kutaman. Bilasizlarmi, ko'pchilik zerikib ketdi. Havo yoqimsiz, havo haqiqat bu. Hammaga qarasam, mamni mut bo'lyapti. Kimdir qarzi bor, kimdir dardi bor, kimdir kasali bor. Kasal bo'lmang, xafa bo'lmang. Bu hayot hech qachon xafa bo'lishingizga arzimaydi. O'lib ketsin shu dunyoni kam-ko'pda. Faqat mazza qilib o'ynab kulib yuring. Bizlar bu hayotga chiroyli o'ynab, chiroyli kulib, Allohimning oldiga voy shunaqa chiroyli hayot berganing uchun rahmat senga deb borishimiz kerak. Chivin qilib yaratsa ham bo'ladi yoki kapalak qilib yaratsa ham bo'ladi. Sizni Alloh yaxshi ko'rgani uchun mehr bilan chiroyli inson qilib yaratdi. Shuning uchun ham shukr. Zato biz chin dunyoga jannatlarga yashash inshaalloh hammamizga nasib qiladi. Sizlarni ko'p yaxshi ko'raman. Dilsiz Fashion bugun dushanba 2-fevralga Ona Sher do'koniga 1,5 metrli tort qilib kutadi.